Toshlatma yo'llardan foydalanish davlat muassasasi 2024-yil tumanim suvidan o'tgan 158 km avtomobil yo'llariga xizmat ko'rsatib, jami 11 milliardli ish bajardik. Shundan 5 milliard asosiy faoliyat bo'yicha, 6 milliard pudrat faoliyati bo'yicha. 5 milliard asosiy faoliyatimiz bo'yicha foydalanadigan yo'llarida jami 110 dona yo'l belgilari almashtirildi. 158 km yo'l yotiq chiziqlari chizildi. 72 joyda piyodalar o'tish joyi belgilandi. Vazirlar Mahkamasining 30 dekabr 2024-yildagi 901-sonli qaroriga asosan 2025-yil reja ishlarimizga aniqlik kiritilib, saqlash va nuqsonlarni bartaraf etish ishlari bo'yicha 6 milliard 600 million mablag' ajratildi. Ta'mirlash ishlariga 2 milliard 500 million mablag' ajratildi. Saqlash va nuqsonlarni bartaraf etish ishlari bo'yicha 160 km avtomobil yo'liga yo'l yotiqlari chizildi. 72 joyda piyodalar o'tish joyi belgilandi. 2 km piyodalar yo'layi qurildi. Ta'mirlash ishlari bo'yicha foydalanuvdagi 5 ta avtomobil yo'lida jami 9 km avtomobil yo'llariga qoplama yotqizilib, hamda 4 ta chorrahamizda harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha svetoforli boshqaruv apparati o'rnatildi.